Bugun 2-yanvar. Yilning 1-juma kuni. Barchaga juma muborak bo'lsin. Kimlardir bugun 2-yanvar kuni tug'ildi. Kimlardir bu dunyoni tark etdi. Kimlarnidir bugun tug'ilgan kuni. Ya'ni bugun mening tug'ilgan kunim. O'zimni o'zim tabriklayman. Bilasizlarmi, Alloh taolo menga bugun nimani sovg'a qildi? Bugun menga Alloh taolo juma kunini sovg'a qildi. Bu dunyodagi jannatni sovg'a qildi. Ilohim nasib qilsin, u dunyoda Firdavs jannatini ham sovg'a qilishlikni nasib qilsin. Barchaga nasib qilsin. Barchaning tug'ilgan kuni juma kunga to'g'ri kelsin. Bugungi juma yomingiz muborak bo'lsin. Qadrdonlarim.